yerda bahonalar o'tmaydi. Tayyormisiz? Taqdirimdan roziman. Administrator mangimda qarab tushadi. Siz demak hozir jarjani haqorat qilasiz. Bemalol. Ke. Endokrinologim telefon qilyapti Hannaga. Klizma zakaz qilib. Ladies and gentlemen, man Azam va bu rost gap show. Bu yerda bahonalar o'tmaydi, faqatgina haqiqat g'alaba qozonadi. Biz mehmonimizni chaqiramiz, ularga biz shart yoki savol beramiz. Javob bera olmasalar azoblaymiz. Agar javob bersalar men azoblanaman. Bugungi mehmonimiz bloger, yulduz, business lady, ona va suyukli rafiqa. Kutib oling, Hanna. Qarsaklar. Qanday? Kayfiyatlar qanday? Alo. Hozircha a'lo, har lekin stolga o'tganingizda yana bir marta so'rayman kayfiyatlar qandayligini. Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Ajoyib. Hanna, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Assalomu alaykum. Hi guys. Hi guys. Ingliz. Mana anaqamku. Bilmaysizmi? Ayl 8:30dir, 9. 9:30 yaqinda topshirdim. Yaxshi, 9:30. Eng muhim savol. Bugun nonushta qildingizmi? Yo, och qorin keldingiz-a? Och qoringa lekin bular yomon ketadi lekin. Zo'r ketadi deb o'ylayman. Ha, biz eng zarba kombinatsiyalarini yig'ib kelganmiz siz uchun. Boshqacha ketadi. Va yana bir savol. Endi nonushtaga kalbasa yeyapsizmi? Даже kalbasaga pulimiz bo'ldi. Bugun nima bo'ladi? Demak, qarang, savollar bor. Nozik, noqulay savollar. Ularga javob berishingiz kerak yoki xohlasangiz jasoratni ham tanlasangiz bo'ladi. Bu degani shartlar. Sizdan nimadir qilish yoki bir nimalarni ko'rsatish, telefondan ko'rsatish so'raladi. Yo uni yo buni tanlasangiz bo'ladi. Agar javob bera olsangiz yoki shartni bajara olsangiz, nima qilamiz? Aylantiramiz barabanni va qaysidir kombinatsiyani keyin men yeyman. Agarda siz javob bera olmasangiz, unaqada siz yeysiz. Lekin eng qiziqarli aytaymi? Javob qoniqarlimi yoki yo'qmi? Men hal qilaman. Shunday, tayyormisiz? Tayyorman. Nimadan boshlaymiz? Savoldanmi yoki shartdan? Savoldan. Endi siz show biznesdasiz, mediada anchadan beri. Menga lekin ismlar kerak. Show biznesda siz kimni didsiz deb hisoblaysiz? G'iybatlashinglu. Marhamat. Barabanda aylantiravering-a? Aylantiraveraman. Javob berasizmi? Javob bermayman. Nega? Ko'pchilik o'zi did. Ko'pchilik didsiz qaysi birini ichidan hozir tanlab oling deb qiynalyaptilar Hanna. O'zi ko'p-da. Didlilari kam o'zi ayrim odamlar. Didsizi ko'p. Ichida balki men ham bordim. Balki. Lekin yomon chiqib ketdingiz vaziyatdan. Bir g'iybatlashamizmi deb o'ylagandim. Mayli, unaqada barabanni aylantiramiz. Demak, Hanna, qarang, bugun bizning yulduzlar kim? Favorit bilan qaynatilgan, quyultirilgan sut. Bilasizmi bu nima? Qaynatilgan, quyultirilgan sut. Xalq tilida zgushonka deymiz-ku, o'sha. Yogurt bilan moskovskiy bor. Xohlasangiz wasabi bilan. Wasabi sevasizmi? Ha. Yaxshi ko'rasiz. Bo'ldi. Qaysi biri ichsa mayli, qo'rqmasdan yeb tashlayman deya olasiz. O'zi hech qaysidan qo'rqmayman. Lekin yeb ko'rmaganman. Okay. Ko'rmaguncha yeb ko'rmaydi odam. Unda aylantiramiz. Nima? Hozir. Ha, demak, qaynatilgan, quyultirilgan sut. Zo'r bo'lish yutishgani. Mashina men yemaydi-da. Yaxshi. Demak, meni yonimda ekan, qaynatilgan, quyultirilgan sut. Marhamat, sizga buni aylantirib, olib boraman hozir. Meni ko'rib turgan har bir didsiz bloger. Ko'ring, Hanna sizni qutqarib qoldi. Sizning ismingizni tilga olmadi. O'rniga o'zini qurbon qilgan holda hozir zgushonka va kolbasa yeydi. Sizlarni deb didsiz. O'zi keyin komment boshladi. O'zing bir normalni kiymaysan-ku deb. Nima bu? Ha, bitta qo'yni bo'ladi. Yaxshilab suring. Bo'ladi, Bo'ladi. Boshlanishiga och qoringa qiynamaymiz hozir Hannani. Bismillah. Ha. Hozir har doimgidanda kerak hozir bu so'z.
O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yesa bo'larkan. Yesa bo'larkan. Xo'p, davom etamiz. Ana endi. Savol yoki shart? Tanlang. Shu savol. Yana savol. Mayli. Lekin qani 3-marta savol tanlay olmaysiz. Men o'zim shart beraman. Shunaqa? Hech shunaqasi bo'lganmi? Eringiz bilan atayin ssenariy bo'yicha janjallashib, keyin uni PR qilib, content qilganmisiz? Never. Qayerdan bilaman yolg'on gapirayotganingiz? Qayerdan bilasiz ingliz tilini o'zi? Hozir meni yedirmoqchilar-da. Xo'sh, demak, o'sha hamma janjal qilib qo'ygan kontentlaringiz rostdan janjal bo'lgan. PR uchun oilani aralashtirmang. Mani anaqamga to'g'ri kelmaydi. Qadriyatlaringizga. Da. PR uchun ko'tarilish unaqa narsa bor. Mana misol uchun kolbasa mashhur bo'ldi, ana so'zi mashhur bo'ldi. Kolbasa bilan qildim dalshat vet. No, unaqa oila, bola temasida unaqa narsalarni bo'sh aralashtirmay yoqtirmayman. Ha, lekin kontentlaringizda turmush o'rtog'ingiz chiqishligi mumkin. Janjal bo'lib emas, lekin ishtirok etadi. Unaqa PR temada o'sha PR qilmaganman. No, bir marta xafa bo'lish yo'qda. Okay. Etdi, uyushtirilgan sahna, erim urishadi meni, atak. Etdi, ani nimada erim yurib ketdi deb yig'lab chiqib, nimadir bo'lib, unaqa narsalar bo'lmagan. Ana, blogerlar o'rganinglar. Derdim-u, har bir odamni tanlovi, to'g'ri. Okay. Barabanni aylantirib bering endi menga. O'zimga o'zim aylantirayman. Qabul qildim javobni. Qabul qildim. Xullas, to'g'ri bergan javobim uchun Azimjon javob beradilar. Okay, javob beraman. 1, 2, 3. Qattiqroq qilishim kerakmidi shunda? Menga wasabi qilib bering, tanish bilish qiling shuni. No. Okay. Marmelad emas. Limon yaxshi. Sal qoldi. Marmelad tushadimi deb o'ylagandim. Okay, qani bizda limon? Mana shu yerda yonimda. Bittasini kolbasani qo'yib, bittasini ustiga qo'yib. Ha, demak hozir Rozmetovdan Alpiska dudlangan kolbasasini ustiga limon qo'yib, hammasinimi? Yomon emas. Ko'zli gapirmabdi bu haqida. Bo'ldi, tushundim. Demak, savollarni ham, shartlarni ham yanada qiynash kerak. Bunaqasi ketmaydi. Ana endi shart. Ketma-ket savollar bo'ldi. Bunday ketmaydi. Men yegim kelmayapti deng. Telefoningiz yoningizda, bilamiz. Yo'q. Olib kelib berishadi. Telefoningizdagi galereyadan oxirgi skrinshotni ko'rsating. Telefon studiyaga. No, другой. Aha. Yo, mana okay. Две. Рабочий skiyotda hozir ichida hech nima yo'q. Cheklar bor, shot hisoblar bor. Xo'sh, demak. Oxirgi skrinshotmi? Oxirgi skrinshot shunday. Qani? Yaxshi. Qani? Nima bu endi? Add payment. Demak, Visa karta ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Berkitilganmi? Nega ochiq emas? Skrinshot qiluvdim-da, narsa to'ldiryaptim. Bu anaqami? Onlayn buyurtmalarmi deyman? Kiyim-kechak. Shapagolikmisiz, to'g'risini ayting. Faqat biznesga. Onlayn. Ya'ni hozir sizni butun fikrlashingiz va hayot tarzingiz biznesga moslangan. Men iloji boricha vaqtni ko'proq cho'zaman yemaslik uchun. Okay. Ish kerak uni. Ha, yedirdingiz, mayli. Aylantiring chiqani. Bugun faqat saylantirasizmi deyman-da.
Are you ready? I am ready. I am ready. Marmelad emas, iltimos. Вот это. Marmelad ham хорошо. Marmelad qatta edi? Mana. Tarvus, kiwi, xantal, kiwi. Okay, not bad. Yomon emas. Taqdirimdan roziman. Raisa. Чё ходачи? Xo'sh, demak, Rozmetovdan alpiska dudlangan kolbasalari bilan kiwi. Birinchi alpiskani o'zini yeb ko'rsaman bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mazasini ko'rish uchun. Bo'ladi. Qorningiz ochganini bildirishga shartmas. Shunday. Mazali. 10 qoldi. Mana shunaqa urishadi. 10 qoldi deydilar. Bismillah aytdingmi deydilar. Ha, aytganman. Yadi oyog'ida tushib qoldi. Yediraman deb yeb qo'ymang Azimjon. Azam. Azimjon emas. Azammi o'zimi? Azamjon dedi. Azam. Nima chaqirishadi? Azam uydami? Az- Uyda Mirazam deyshadi. Qolgan hamma joyda Azam deyshadi. Mirazim o'zi. Azam boshqa ism. Azim boshqa ism. Aziz bor, mana Aziz bor, Azim bor, Azam bor. Har xil ism. Azim. Azam. Shaz pucha nima uchun ismimni to'g'ri aytsinlar oldin. Azam. Yaxshi-chu. Ugaraytana. Okay. Demak, savolni zarbasiga tayyor turing. Qaqshatqich bo'ladi. Menga uni javoblar o'tmaydi, lekin shunaqa bo'ldi-da yoki endi shunaqa qildik, o'ziga yarasha muammolar unaqa qilib ketmaydi. Aniq. Nimaga to'y liboslari biznesingiz 2 marta yopilgan? Birinchisini o'zim yopganman. Ikkinchisini dushmanlar yopib qo'yishgan shekilli. To'xta, yo'q. Ikkinchisi ishlayapti hali. Ishlayapti, yopildi. Bizga ma'lumotlaringni berishganga qaraganda, shunda shaharda yurgan mishmishlarga qaraganda yopilganda ikkalasi ham. Da, ikkita hisoblanadi. Yo, birinchisi u sherikchilikda ochilgan. Kelisholmadinglar, nima bo'ldi? Kelisholmadik, levi qilishdi. Levi qildi. Ular. Keyin men Siz borib, hech nima qilmadingiz lekin. Ular levi qildi. men polniy reklamasini ko'targanman. Reklama, bloger, marketologiyasini ko'targanman. U eshitishim bo'yicha sekin kelib qizlar bundoq kelib ehtiyot bo'ling, siz aldashyapti. Kamerani o'zingizga yoqtirib oling deyishgan. Yo'q, xudo bor nimadan. Men halolman deb har bitta gapidan keyin gapirgandan keyin ishonasiz. Keyin kelib 3-4 ta odam gapiraverdi, что qarang, ko'p qo'ynay chiqyapti. Keyin menga oylik уже bo'lamiz-ku pullar papalar. Menga $150 berib qo'yadi. Mana shu yetadi $150. 8 ta stories, 3 ta videoingga mana $150 berishyapti. Yo'q, beryapti. Men aytaman, bu rostdan hammasimi halol bo'lsa men roziman dedim. Keyin men halol. Keyin qizlar kelib gapiraverdi. Keyin oxirida o'zbekchasiga nima bo'ladi? Kelisha olmadik. Tushunmovchilik. Kelisha olmadik. Keyin oxirida administrator menga bundoq qarab shadi. Keyin qanday chiqdim-da. Keyin ikkinchisini ham keladi, buni ham bir kunda 2 ta 02 bo'lgan. Siz sport bilan shug'ullanasiz demak. Sport bilan, boks bilan. Boks. Ular tirik qoldimi? Administratoringiz, sherigingiz? Administrator sal travma oldi-yu. Okay. Xotin qochib ketdi, xullas 02 bo'ldi, keyin sudga chiqdi, keyin sudda sudya tanib qoldi, uyatsallaga chiqib ketdi. Uyatsallaga. Keyin men kunimda chiqib ketdim, battar bo'llaringni. Okay. Strafnoy ham bermadi, hech nima bermadi. Wow. Chiqib ketdi. Okay. Xannani bo'lajak biznesmenlari bilib qo'ying, mana sizni oldinda nimalar kutmoqda agar siz halol ishlamasangiz. To'g'risi. Wow. Ko'tarmayman unaqa narsalarni. Halol bo'lmasa, chestni bo'lmasa. Qo'yil, bu shok kontent bo'lyapti.
Siz ochiq oydin hammasini gapirib ochib tashladingiz. Men hozir hech nimaga hozir aniq qila olmay qoldim. Ya'ni javob to'liq emas, u bu deyishga ham variant qoldirmayapsiz. Bugun meni yediryaptilar lekin qanday bor-u. Qo'yil. Yeyman, nima qilaman boshqa? Aylantiring. Hanna, to'xtang. O'z taqdirimni o'zim hal qilmoqchiman. Bo'pti, qaramay turaman. Lekin men o'zim aytaman qachon to'xtash. Men aylantiraveraman bu yerda. Qani aylanib, men anaqa matematikadan yomon o'qimaganman. Men aylantirishni boshlayman, oldindan bilaman kalkulyatorni. Xo'p. To'xtang. Kech to'xtadingiz, ikkita qaytaring. Ikkita qaytaring, siz kech to'xtadingiz. Yo, reallikda qaytardim. Nega so'radim? Mana Mana yomon tushgan ekan. Lekin shakar upasi, vanil, bundan yomon yo'q. Mayli, hech bo'lmasa sizga shonka yeyman. Qo'yiltirilgan sut. Sizga ham tushganda hali. Sizga qanday umiddaman. Oy, qanaqa ekan? Yomon emasmi? Bolalaringiz yo'q. Bolalarni so'lagini yeymiz. Bolalarni so'lagini yemaganman, yo'q. O'shnaq ketadimi deyman. Shirinroq, g'alatiroq, yolg'onroq. Nega unaqa bolalarni so'lagi deb endi hozir men sizga shok Ayollar biladi buni. Okay. Qani. Men uncha kam Okay. Mayli. Hali siz bundan kam oluvdingiz. Voy, bundan ko'p oluvdi. Qarang. Chumchuq qilib qo'ygan. Okay. Bo'ldi, endi qo'lingizda yo'q. Ana oldim. Qalpoqmi, qayerda aytardi? Olib talashmasdan qo'lingda yesangchi deydi-yu. Bilamiz, Amerikada. Oldin bo'lardi. 2008-2009-yillarda. Mayli, oy oxiri baxayr bo'lsin, oxiri tinchlik bo'lsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog'likda, omonlikda ko'rishaylik. Davay, zuy! Chaynang. Yaxshi. Men yutvordim даже. Bunaqa narsalar yo'q ekanman. Nima ota bo'lish kerakmi masalan yevorish, ota-ona bo'lish shartmi? Shart. Savollar yoki shart? Savol. Yana savol. Qaysi erkak blogerni yoqtirasiz, lekin hech qachon tan olishni xohlamaysiz? Aylantiraymi? Yo'q. Yaxshi ko'rasizmi? Yoqtirasiz? Sevasizmi? Yoqadi. Sizga yoqtiraman, mana shu zo'r bloger. Erman bilanlar. Okay. Kim? Mo'min. Moment Life, Moment. Tushunarli. Men bu savolga javob bermaysiz deb o'ylagandim. Rostdan. Yediraman deb o'yladim. Ijodkor sifatida yoqtiraman. Ha. Ijodda nimasi yoqadi sizga Moment? O'zlari O'zlari? deydi. Jim Carrey. Shaxsan taniysizmi o'zlarini? Bir-ikki marta ko'rishganman. Unaqa yaqin emasman. Urmaganmisiz Moment hech qachon? Yo'q. Okay, endi men o'yladimki bilan tanishsangiz uni borib urasiz, birinchi chapaloq berib ko'rasiz. Nohaqlik bo'lsa menga uraman. Bo'pti. Aylantirib bering. Faqat bu safar ham o'zim tanlayman. Showimizga Azam akam faqat yeganiga kelganlar. Shunaqa. Aylantirib. To'xtang. Tanladingizmi? Korrupsiya bu yerda. Ana hammadan so'rang. Bittada to'xtadi. Izohlarda yozinglar. Hammasi halol bo'ldimi, hammasi to'g'ri bo'ldimi? Bittada to'xtadi, aytinglar. Bittada to'xtadi. Izohlarni o'qiyman. Marmelad? Of course. God damn it. Xo'p, chelak shu yerda, suv yonimda, salfetka bor. Padyashka bor. Bitta yashil, bitta sariq. Faqat 10 marta chaynaysiz. Tuflab tashlashdan oldin 10 marta chaynayman. Tuflab tashlab 10 marta chaynaysiz. Bir. No, yuting ta'mini. Bizni showimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentga yozing. Lekin tan olishim kerak. Hiyla ishlatdim. Bular kubiklar-yu. Ikkita marmelad shuni lunjingga tashladim-da. Vay! Kalmasani o'zini chaynadim. All right.
Hisob ko'p ham. To'g'rimi? To'g'ri lekin. Valla ko'proq surib turaman. I'm smart. Teknologiya. Kallan ishlatdim-da. Ya'ni hayot shunaqa qiyin vaziyatlarga qo'yganda chiqib ketish kerak, improvizatsiya qilish kerak. Bo'ldi, savollar ko'payib ketdi, shart. Shart bo'lishi shart. Hop. Instagramga kirasiz, direktga va o'sha eng tepadan 3-da turgan odamni kimligini aytasiz. U kim, u nima reels tashlab o'tirasizlar bir-biringizga. Shu haqida bizga bir ma'lumot berasiz. Qancha to'liq bo'lsa shuncha yaxshi. Instagram studiyaga. Yo'q, ko'rsatmayman. O'zim shaxsiy mamta oila boshqa aytolmayman deng. Nima qilasiz ko'rsatib? To'xtang, qanday, qarang, men qarang. Shart emas. Shart emas, ko'rsatmang. Shart bajara olmang. Yeysiz keyin. Ko'rsasizmi? Yo'q, o'zi bir ko'ring kim bor ekan. Kim bor ekan? Shunga qarab. O'zi ekan. Man turmam chinsda. Chinsda man turaman. O'zi qo'ydi. Qachon tugaydi bu? Ketdik. To'xtating. Shu yerda to'xtating. Wasabi, yes! Good! Ko'p yeysizmi uni? Endi achchiqda, men achchiq narsa yaxshi ko'raman. Kolbasa bilan achchiq narsa yeysiz, shirin narsa yemaysiz-ku. Ko'proq suring unda. Bu endi qo'shimcha shart bo'ldi. Hop, bunaqada ikkita kolbasa qilsam maylimi? Yo'q, bitta. Kolbasa. Shuncha yetadimi? Yo'q, sami. Yanami? Wasabi nimaligini bilmayotganlar bo'lishi mumkin oramizda. Bu qurbaqani kakasi. Izohlarda o'qisanglar tushuntirib berishadi wasabi nimaligini. Bugundan boshlab sizga wasabi yoqmaydi. Bo'ldi, mayli, tukli qoling. Aytasizmi? Ha. Endokrinologim telefon qilyaptilar Hannaga. Yo'q, anaqa bu nima edi? Klizma zakaz qilib. Bu kursini ota azamni yediramiz, menimcha. Men qasosimni olmasam bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Savolmi, shartmi tanlang. Savol. Instagramda rekomendatsiyalarda umuman ko'rishni xohlamaydigan, siz ko'rishni xohlamaydigan bloger, influencer, yulduz insonni ismini ayting va nega yoqtirmaysiz, xushlamaysiz, uni ham ayting. G'iybatlashamiz. G'iybatlashamiz emas. Hozir aytsam PR bo'lib qoladi-ku. Mana, demak aytolmaysiz, demak Yo'q, yeysiz. aytaman. Demak yeysiz. Qulog'ingizga ayting. Yo'qda, hisob bo'lmaydi. Yo'q, hozir ismini ham bilmayman-da. Men top beraman, sizga top berishadi. Ani boru. Jazjan. Jazjan jinroq bola. Shu haqida gaplashaylik. Xo'sh, aytib bering. Jazjan jinroq bola, sizni fikringizcha? Endi aqlli, lekin jinniroq menga yoqmaydi. Endi aslida PR bilan yuradi. Uni ko'tarilishi hamma shunaqa jinni deb o'ylaydi, lekin bu ham kalasini o'ylatib qiladi bu narsa. Hozir maqtayapsizmi, haqorat qilyapsizmi? Tushunmay qoldim. Ham maqtab, ham haqorat qilyapmiz. Siz demak hozir Jazjanni haqorat qilyapsiz. Bemalol, ke. Erim gaplashamiz bilan. O'g'il bola bilan o'g'il bola gaplashsin. Voy. Qanaqa mehmon bo'ldingiz-ey? Gapirib aytaverar ekansiz, shartlarni bajarib tashlayapsiz. Nima qilay, qo'rqmayman. Aylantiring. To'xtang chiqani. Yaxshimi? Yedi shu menga ravo ko'rasizmi shuni? Ravo ko'rasiz shuni. Nima qilasiz? Ashimni tushdi-da. Yo'q, ravo ko'rmayman deb sekin limon qo'yib bersangiz bo'lardi. Mayli. Menimcha anu bo'laman-da. Borib, chesni bo'laman-da, tanob etib berishimni qaranglar. Yana marmelad tushib qolishi mumkin deb o'ylayman men ham. Не настолько умный. И to'rtta. Yo, nima birinchi yo'q? Oy, chiqaman ketdan.
Mana. Netflix. To'lab edim. Ko'p qavatli domlarning tagida axlatxonasi bo'ladi-yu. Bilasizmi, har xil hid aralash chiqadi. Shirin ham chiqadi, go'shli narsa ham aralash chiqadi-yu. Ko'p xirlagan ekansiz. Endi o'tib ketganda bilasizda, oldin faqat hidini bilardim. Hozir mazasini ham bildim qanaqa bo'lishini. Qaysi bloger do'stlaringizni orqasidan gapirgansiz va nima deb gapirgansiz? Yomon gap. Nima deb g'iybat qilgansiz? Ayting o'sha g'iybatni. Qaysi bloger? O'zi bloger o'rtog'im yo'q. Realno. Kimdir orqasidan gapiring, qaysidir bloger orqasidan gapiring, nimadir deyman, yedirishim kerak hozir, boshqa ilojim yo'q. Orqasidan realno men unaqa qiz emasman-da gapirib yuradigan. Gapirib yuradigan qiz emas qani. Javob qabul qilindi, demak, savolga to'liq javob bera olmadilar. Orqasidan gapirmaydigan qizman zo'rsi, uzr. Nima qilay? Bilardim. Endi sizga qiling, qarayveringda. Gapirmasa ham meni yedirar ekan. Albatta. O'zi shu hech kimga gapirmasangiz ham odamni yedirib ketiradi. Qani? Ket. Stop. Manamchi, chestni bo'laman deb to'xtatsa, mana to'xtatib beraverman mana. Noroq qilmaymanmi? Ketdi. Voy, rol o'ynayman. shirin yogurt ekan-u. Yaxshi. Qattiq bo'laman. Yo, bu yogurt bu. Mana bu yogurt. Men yogurt bilan ham kolbasa yeyman. Nimaga siz hech qachon o'ziningizni ko'rsatmaysiz? Sababi nima? Va o'ziningiz kim o'zi? Bugs Bunny'nimda unaqa zo'r. Ayting. Aytmayman. Undan ko'ra. Ano, 9-likka kirib ketadi-yu, Declan Rice gol aylantirib, o'shanaqa kirib ketdi. All right. Unaqada o'rganib qolmaysiz aylantirishingizga. Boshqacha bo'lar ekan, barabanda aylantirish. Ketdi. Stop. Wasabi. Wasabi, mana yeb ko'raylik endi wasabini. Yeb ko'raylik, all right? Темная ночь. Темная ночь. Men qiz Qarang, bolaligimni hisobga olgan holatda. Wasabini aytaman. Qiz bolaligini hisobga olgan holda ketdi. Yo'q, axir boksyorsiz nimalar deyapsiz? Olib bormang. Yo'q, men boksyor emasman. Qani, olib bormang. Men ham emasman. Qarang. Bundoq boshqa. Wasabi juda achchiq ekan. Menimcha, keling unaqa qilmaymiz-da. Mana yoningizda chili bor-ku. Karamelsiz chilini o'zini. Mayli, ozgina chilidan qilib o'shandan yeyvering, bo'ldi, yetadi. O'shanisi yetadi. Ya juda kam ko'p. Yomon qildingiz ham. Bundoq bo'tara. Achchiq yemayman o'zi. Chili bo'lib qoldi-da. Bo'ldimi? Yana ozgina baraka topkur. Wasabi qancha bo'ldi? Chilini qarang qanchaligini. Yana shuncha qiling bo'ldi, yetadi. Yana shuncha qiling yetadi. Ha. Bo'ldimi? Ha, ko'rsating kameraga-da, yeng. Ha. Voy tushib ketdi. Yoqimli ishtaha. Chaynab, mazasini toting-da. Chili chiqadi. Tilingiz orqalarini achishtiradi. O'zi achchiq o'z tilni yoni orqasiga ta'sir qiladi-yu, shotlariga berish kerak. Achchiq ekan? Uncha emasmi? Achchiqmi? Chayning. Achchiqmi? Yaxshi. Ana endi nega bunday qilganimni aytaman. Wasabining ikki xili bor. Juda ham achchiq bo'ladi va uncha ham achchiq emasi bor. Bu wasabi achchiq emas ekan. Bu achchiq wasabi emas ekan. O'shancha ham sizga chilini yedirdim. Okay. Paradigma qonunini bilasizmi? Iye. Aytingchi. Agar men yegan chili achchiq bo'lmagan bo'lsa-chi. Wow. Siz bilan poker o'ynash kerak ekan.
Psychology, reverse psychology. Hanna bugun meni juda ham qiynadingiz. Yedirdim. Yomon yedirdingiz, lekin siz mehmonsiz. Mehmon otangdek ulug' deyishgan, shuning uchun sizni quruq qo'l bilan qaytarib yubora olmaymiz. Rahmat. Shu sababdan ham Rozmetov brendi tomonidan kolbasa mahsulotlari, go'sht mahsulotlarini sizga taqdim qilamiz. Bu rost gap show edi. Izohlarda fikringizni yozib qoldiringlar. Agar biz birga bir urishganimizda kim yutgan bo'lardi? Bu haqida ham fikrlaringlar, yozib qoldiringlar. Va obuna bo'lishingiz. Nihoyat kolbasa olibdi deb komment yozishyapti. Va nihoyat kolbasa olibdi. Uyimga kolbasa kiradigan bo'ldi. Rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing, like tekin va albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Maliga qaraysiz, maliga siz boksor bo'lsangiz.